Здорово. Духи новые не хочешь сменить аромат? Сколько? 500 рублей, 600 где-то. Mana bu videoni ko'rdinglar. Aytmoqchimanki, Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz mana shu holatlardan hushyor bo'linglar. Sizni oldingizdagi keladi, shu metrolarda yurganda, avtobuslarni shu bekatida kutib turganingizda keladida, duxiy olasanmi 500 rublga, 200 rublga original duxiy deydi. Mana xohlasang hidlab ko'r deb turib, hidlatib ko'radi. Ana shu hidlaganda oradan yarim soat, 1 soat o'tgandan keyin uyga borib hushidan ketib o'lgan holatlar ham bo'layotgan ekan. Bu Ukrainadan kelgan bir haligi g'alamislar mana shunaqa qilib odamlarni Rossiyada aldab duxiy sotaman deb o'limiga olib kelayotgan ekan do'stlar. Hushyor bo'linglar. Albatta bu videoni musofirda yurgan aka-ukalarimiz bir-biriga tarqatib qo'yinglar. Albatta bir-birimizni shu yo'l bilan ogohlantirib qo'yaylik. Kanalga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman.